Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Ertaga Nasaf jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi elit musobaqasi 5-turida Eronning Traktor jamoasini qabul qiladi. Ushbu bellashuv 18:45 da start oladi. Mazkur bahsga chiptalarni stadion kassalaridan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Rasman Samuel Babayan Namanganga qaytdi. Samuel Babayan Navbahor bosh murabbiyi bo'lganini Navbahor matbuot xizmati tasdiqladi. Superliga Neftchi o'z uyida Qizilqumni mag'lub etib mamlakat chempioniga aylandi. O'zbekiston Superligasi 29-turi doirasidan o'rin olgan Neftchi Qizilqum uchrashuvida farg'onaliklar 4-1 hisobida g'alaba qozondi. Bu g'alaba Neftchiga muddatidan oldin O'zbekiston Superligasi 2025-yilgi mavsum chempioniga aylanish imkonini berdi. O'zbekiston sharafini kelasi mavsum Osiyo maydonlarida himoya qiladigan jamoalar aniq bo'ldi. Farg'onaning Neftchi jamoasi kuni kecha Superliga 29-turida Navoiyning Qizilqum jamoasini 4-1 hisobida mag'lub etib, muddatidan avval mamlakat chempioni bo'ldi. Demak, qadrli do'stlar, endi farg'onaliklar kelasi mavsumda O'zbekiston sharafini elit Osiyo Chempionlar Ligasida himoya qiladi. O'zbekiston Kubogi finalida Buxoroni yenggan Paxtakor esa Osiyo Chempionlar Ligasi 2 turnirida mamlakatimiz nomidan ishtirok etadi. Qashqadaryoning Nasaf jamoasi bu safar dam olib turadi. Xalqaro maydonda Farg'onaning Neftchi va albatta Toshkentning Paxtakor jamoalariga omad tilaymiz. Jahon chempionati qur'asi O'zbekiston 3-savatchada bo'ladimi? 5-dekabr kuni AQShning Washington shahrida Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Unda terma jamoalar quyidagicha savatchaga bo'linadi. Birinchi savatcha AQSh, Meksika, Kanada, Ispaniya, Argentina, Fransiya, Angliya, Braziliya, Portugaliya, Niderlandiya, Belgiya, Germaniya. Ikkinchi savatcha Xorvatiya, Marokash, Kolumbiya, Urugvay, Shveysariya, Yaponiya, Senegal, Eron, Janubiy Koreya, Avstriya, Ekvador, Avstraliya. Uchinchi savatcha Norvegiya, Panama, O'zbekiston, Misr, Jazoir, Paragvay, Tunis, Shotlandiya, Kodivar, Qatar, Saudiya Arabistoni, Janubiy Afrika. To'rtinchi savatcha Iordaniya, Cabo Verde, Gana, Curacao, Gaiti, Yangi Zelandiya jamoalari. O'zbekiston milliy jamoasi va Eronning Persepolis klubi vengeri Oston O'runov Juventus klubiga o'tishi mumkin. Bu haqida Eronning Football.net portali xabar berdi. Manbaga ko'ra, Turinning Juventus klubi sport direktori Marco Ottolini O'runov haqida terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro bilan gaplashgan. Eslatib o'tamiz, 24 yoshli vengerimiz Misrga qarshi o'yinda dubl qayd etib, o'yinning eng faol futbolchisi bo'lgan edi. Transfermarket uni hozirda 2 million yevroga baholamoqda. Uning tehronliklar bilan shartnomasi 2027-yilning yozigacha mo'ljallangan. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.